Ma'un surasi 7 oyatdan iborat. Video foydali bo'lsa, boshqalarga ulashishni va obuna bo'lishni unutmanglar. Shunda ko'proq odam foydalanadi, savobiga, ajriga ham sherik bo'lib qolamiz inshaalloh. Hop, bismillahirrohmanirrohim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت mana hamzani bor joyda ko'pchilik adashadi. Ya'ni hamza bilan alif bitta vazifani bajaradi ko'proq. Farqi faqat hamza sukun bilan kelgan paytda ozgina taqalish beriladi xolos. Boshqa mahal alifni singari, ya'ni alif nima ish bajarsa, shuni vazifasini bajaradi. Bu yerda ham mana aroayta deganda hamza kelgan, ustida a kelgan, ya'ni fatha harakat kelgan. Aroayta deb xuddi alifni ustida fatha bilan kelganda singari o'qib o'taveramiz. Aroaytallazi ya'ni sukunini yaxshilab beramiz. Aroay deb. Aroaytallazi bu yerda o'rtadagi muallif o'qilmaydi, chunki o'zidan keyingi harf tashdid bilan boshlansa, ya'ni birinchi so'zda birinchi harf tashdid bilan boshlansa, undan oldin kelgan alif o'qilmay qolib ketaveradi. Lazida zada ozgina til bosamiz. Undan keyingi ya mat harf hisoblanadi. Mat tabiiy ozgina 1-2 deguncha cho'zamiz. Yukazzibu biddin. Bu yerda mana alifni e'tibor bersanglar, ikkalasini ham och rangda qilib qo'ygan, ya'ni o'qilmaydigan bo'lganligi uchun. Dinda mana mat kelyapti. 2, 4, 5 gacha ixtiyoriy cho'zsa bo'ladi. Oxirida to'xtayotgandek kelayotgan matlarda uzoqroq cho'zsa, chiroyliroq, yaxshiroq chiqadi. O'zi 2 harakat cho'zsa ham xohlasa bo'laveradi. Fazalikallazi yad'ul yatim. Fazalikada zadan keyin kichkina alifni belgisi kelyapti. Ya'ni kichkina alifcha 1-2 deguncha cho'ziladi. Allazi bu ham mana urishtirib olyapmiz. Fazalikallazi da ham ya mat ozgina 1-2 deguncha cho'ziladi. Mat tabiiy kelyapti. Yad'ul yatim aynda lamga ulaymiz va lamni sukunini beramiz. E'tibor beramiz, qalqala bo'lib qolmasin. Yad'ul bo'lib qolmasin. Yad'ul yatim. Bidagi matni ham ixtiyoriy cho'zish. Ya'ni 2, 4, 5 gacha cho'zsa bo'laveradi. Va la yahuddu ala ta'amil miskin. Va la da mana alif lam bilan yozilganda ozgina mat tabiiy berib qo'yamiz, ya'ni 1-2 deguncha cho'ziladi. Alada ham lamdan kelgan mana kichkina alifcha kelyapti. Ya'ni alada e'tibor bersanglar o'zi ya yozilgan, lekin ya'ni ustiga muallif belgisi qo'yilganligi uchun a qilib cho'ziladi. Alay bo'lib ye o'qilmaydi, ye cho'zilmaydi, ala bo'lib cho'ziladi. Ya'ni bu yozilgan ya haqiqiy ya emas. Ta'amil miskinda to yo'g'on harf bo'lganligi uchun o'ga o'qiladi. Undan keyin alif mat kelyapti. 1-2 deguncha cho'zamiz, mat tabiiy. Ta'amilda yana lam kelyapti. E'tibor beramiz, qalqala bo'lib qolmasin. Miskin yana oyat oxirida ixtiyoriy mat cho'zish kelyapti. Fa waylul lil musallin. Qalamda bunday qilib bo'lib ko'rsatayotganim bitta so'zni bildiradi. Fa way deganda ya sukunini bildiramiz. Fa bilan va de mahraji chiqadigan joyi ikkalasi ham lab bo'lganligi uchun e'tibor beramiz. Fa way fa da alohida, va da alohida yaxshilab chiqaramiz. Lil musallin movi va waylul deb ikkinchi larga urishtirib olamiz. Tashdidli kelganidan bilib olamiz. Mana va waylul deb urishtiramiz. Musallin bu yerda ham ixtiyoriy cho'zish kelyapti. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina da ham mana bunaqa joylarda alif bilan boshlanadi.
Ya'ni yangi o'rganayotgan odam bo'lsa, kichkina qalamchada a qo'yib olsanglar bo'ladi, boshini nima bilan boshlashni bilmasanglar. Ismlar arab tilida so'zni boshida kelsa, ko'pincha aksar holatda alif bilan boshlanadi. Humda ham mimni sukunini aniq beramiz. Solatihimda ixfa kelyapti. Nunni sodda chiqadigan joyga yashiramiz. Solatihimda lamda men e'tibor bersanglar, alif lam qo'shib yozilgan. Lamda alif mat bo'lganligi uchun ozgina cho'zamiz. Solatihim deb mana salbikka o'xshaydigan lamda ozgina 1-2 deguncha cho'zib qo'yamiz. Sahun sadan keyin alif mat kelyapti. Bu ham cho'ziladi. Sahun allazina hum yuraun. Bu yerda ham a bilan boshlaysizlar. Allazina hum mimni to'liq beriladi. Yuraun da mat muttasil kelayotganligi uchun 4-5 harakat cho'zish vojib, ya'ni shart. Yuro deganda barmoqlarni 4-5 deguncha cho'zasizlar. Unda ixtiyoriy mat kelyapti. Unda 2-4-5 ixtiyoriy bo'lgan. Va yamna'unal ma'un. Yamna'unida vav mat kelyapti. Ma'unda mimdan keyin alif mat kelyapti. 1-2 deguncha cho'zasizlar. Ma'unda ixtiyoriy cho'zasiz. Va yamna'unalda lamga sukunini to'liq beramiz, qalqalab o'qimasin. Alloh manfaatli qilsin.